Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun Namangan viloyati Chortoq tumani mana Shanba bozoridamiz. Ko'chat bozor. Sezonlar boshlandi mana ko'chat sezonlar. Kimga qanaqa ko'chatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Men sotuvchilar nomerlaridan qo'yib qo'yaman. Mana ko'chatlar, atirgullar bor, mana atirgullar. Atirgullar ham ikki xil bor ekan. Mana buket qiladigani bor ekan. Mana katta ichiladigani bor ekan. Narxi 5000 so'mdan yangi mana. Yangi ko'hlab turibdi. Hozir mana sotuvchilar bilan muloqot qilamiz. Mana qaymoq bodomlar. Oq qaymoq. Va qaymoq bodomlar nech pul ekan? Qaymoq bodom. Nech pul ekan? 35.000 so'mdan. 35.000. Qaymoq trendda shikila. Bitta ko'chat qimmatroq. Qaymoq bodom. Terani ham narxini bilibman. Terali nech pul aka? Ha? Kichikligiga qarab. O kattasi Kaliformi? 4000 dan 1000 so'mgacha bor. Anasi Kaliformi? Ha, keldi. O'shalisi 4000 mi? 4000 dan 1000 so'mgacha. ha, 1000 so'mdan 4000 gacha. Telefon nomeringiz nechi? Mabodo telefon qilishadi, klientimiz 97lik 250 250 0943 nomeriga bemalol telefon qilaverasizlar. Ko'rmagani ham bor, ko'rib. Tayyorlanmagani ham bor ekan. Bemalol murojaat qilaversa, mana terak ko'chatlar kerak bo'lsa, O'zbekiston Kalifor bilan Ko'kterak hammasidan bor ekan. Bemalol murojaat qilaverasizlar. 35.000 deyapti aka. Bodomlar 35.000 deyaptilar mana. Bodom, mana semirinki olma, oshbixi, kirimson olma. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana sotuvchining nomerlarini qoldiraman. 99lik 518 5806. Mevali ko'chatlar mana kimga kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana gilos ekan. Gilos. Giloslar nechi pul? 25.000? Mana shu giloslar 25.000 so'm ekan. 25.000 so'm. Bixi 10.000 so'm. Kiribson olma 10.000 so'm. Qilichuruk 15.000 so'm. Mana ko'chati ham gullavora debdi. Qilichuruklar. Gullavora debdi. Mevali ko'chatlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana da mana Abdulazxon ukamiz borlar mana da. Abdulazxon. Bu kishi Ilhom bo'li, Ilhom bor. Assalomu alaykum. Ilhom bor. Alaykum assalom. Tuzumsiz? Aka. Yaxshimisiz? Chachama. Ishlar bo'lib turibdimi? Rahmat. Savdolar yaxshimi, savdolar? Atirgullar bor ekan mana. Atirgullar nech pul ekan? Atirgullar aksiya. Aksiya? Chorniya magiya. Aka ko'raylik ko'chat. Qora afsongar ekanda. Nech pul puli? 5000 so'm. 5000 so'm mana. Ko'proq olganlarga ozroq beradi. Ko'chatda ham har xil turdan bor ekan. Olivali, nok, mana silivaleto. Yong'oq bor ekan. Oquruk, so'xonuruk, anjir shoxtali, mana assortimentlarni ko'rsatib qo'yadi hammasini. Oqoylar, qiziloylar, kiribson olma, voy, hamma. Olmalarning ham assortisi bor ekan. Gilos, kichikroq qilibdi gilosi. Qaymoq bodom. Qaymoq bodom nech pul? Hozir mana ko'pchilik so'rayapti-da. 20.000 so'mdan beradi. 20.000 so'm. Yaxshi. Onada 35.000 deyishdi. Bu arzon ekan. Qaymoq ishonchli a? Ishonchli. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Hozir telefon raqamlarini ham qoldiraman. Yozgi no, kivi, olivali assortiment kuchli ekan-a. Mana anjir ekan-a, sariq anjir, mana qanaqa anjir? Ham sariq mana. Ham sariq, mana qora anjir. Shotut bor ekan, mana shotut. Afg'on tut, voy, zonti tut, voy, mana assorti. Ko'p ekan assorti ham. Boshqachasidan. U ham tutmi? Yo, anjirmi? Manzarali. Ha, manzarali daraxt. Telefon raqamingizni aytib bering, mana ham manzarali nimalar, mevali ko'chatlar kerak bo'lsa murojaat qilisher edi. 90 nechilik? 93lik. 495. 495. 86. 86. 85. 85. Kimga mana mevalik, manzaralik daraxtlar kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Ismlari Abdulazxon. Savdolarga barakasini bersin. Shunaqa do'stlar, mana bozor shunday ahvolda.
Mana. Ha, Abdulaziz. Hayotlar bozorga chiqdi. Ha, oldim. Manzarali daraxtlar, archalar bor ekan. Manada mevali ko'chatlar mana, mevali ko'chatlar. Ha. Shokolad xirmo. Xirmo nech pul? Xirmo 40 ming. Xirmo gilos, qaymoq bodom trendda ekanda. Pinklaydi olma. Mana shokolad xirmo ekan. Shponka gilos. Archalar bor ekan, archa. Archa nech pul aka? Archa 50 ming. Archa 50 ming. Nomimi buni? Marjay. Marjay. Ha. Mana uchun. Bu sasna. Bu sasna, ha? Bunisi nech pul? Bular 30 ming. 30 ming so'm. Mana devor 20 ming. 20 ming. Shamshod. Mana 20 ming so'm. Manzarali daraxtni kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Telefon nomeringizni aytib bering. 91lik. 91lik 883 883 9955. 9955. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Bepul. Yo'q? Dastavkasi ichida. Ya'ni dastavkasi ichida. Bemalol murojaat qilaverasizlar shu akamlarga. Manzil qayerda? Manzil Quva. Manzil Farg'ona viloyati Quva tumani. Ha, bemalol murojaat qilaverasizlar. Dastavka bepul ekan. Shamshod degan gul manzarali daraxtlar. Mana bodom ham gullaveribdi mana. Ertaga qaymoq bodom ekan gullaveribdi. Mana ko'chatlar. Etirgul ko'chatlari. Siz ham yo'q-ku? Gullar qanchadan? 5 ming so'mdan. Gullar общий. Ha, ko'proq kelishtirib beriladi. Общий 5 ming so'm, ha? Hammasi sorti aniq-aniq, ha? Ishonchli. Mana etirgullar ana shunaqa sortlardan kerak bo'lsa, akamlarga murojaat qilaverasizlar. Telefon raqamingiz 90lik 642 60 90. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Manzil Manzil Namangan viloyati Mashhad qishlog'ida. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Ha, shaharchasi. Qishloq deyapman. Bu shaharga qo'shilgan, ha? Ha, Namangan shaharga qo'shilgan Mashhad. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Shunaqa do'stlar, bozorda shunaqa gaplar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qanaqa ko'chat narxlari kerak bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring, layklarni bosing. Ko'chatlar narxini bilib beramiz. Mana bozorlardan murojaat qilaverasizlar.